Bugun kunim ofisda o'tdi. Bizada yangi katalog chiqibdi. Katalogimiz ichi to'la sog'lig'imiz uchun kerak bo'ladigan batlardan iborat. Va mana shu batlarimiz haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lib, bugun konsultantlarimga dars o'tib berdim. Sizga ham Faberlik kompaniyasida sog'lig'ingiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, o'zingiz a'zo bo'lib, bemalol ichki narxida olishingiz mumkin. Sizga uyga o'tirgan holda sayt ochib beraman. O'zingizga yoqgan mahsulotlarimizdan tanlab olish imkoniyati bor. Siz ham Faberlik kompaniyasiga a'zo bo'lib, o'z ofisingizga ega bo'lishingiz, o'z ishingizga ega bo'lishingiz, uyda o'tirgan holda bola puli, stajga ega bo'lish imkoniyatini qo'ldan chiqarmang. Qodirova Gulhayo komandasiga a'zo bo'lsangiz, hammasi sizga noldan o'rgatiladi. Marhamat, sizni komandamda kutaman. Faberlik kompaniyasi O'zbekistonda 18 yillik qonuniy kompaniya. Faberlikdan hozir zo'r ketayotgan mahsulot охлаждающим effektim ozdiradigan krem, ya'ni muzlatib ozdiradi. Yozgi kunida ko'pchilik yana qizib ozish xohlashmaydi. Bu beldagi, tanadagi yog'larni eritib beradi. Plus qizdirmasdan ko'pchilik yuragi betoqat, tем более yozda issiqni yoqtirishmaydi, lekin yozda o'sha qalin kiyimlarimiz yechingan sari figuramizdagi nedostatkalar, yog'lar ko'rinib qoladi. Va bu o'zimizga ham noqulaylik tug'diradi. Shu yog'larni eritish uchun mana shu mahsulotdan foydalanamiz. Demak, yog'ni eritmoqchi bo'lgan tanangizdagi o'sha yog'ni eritmoqchi bo'lgan joyingizga shu kremni surasizlar, muzlatib o'sha joyi ozdirib beradi, yog'larni eritib beradi. Ayniqsa bellarni chiroyli qomatga keltirish uchun hammaga tavsiya qilamiz, zo'r effekt beryapti.